Tarbiya masalasi bitta narsa bilan ya'ni shakllanmaydi. Bitta ish bo'lib qoldi, shu bilan shu odam odobli. Yo'q. Tarbiya tamomila sizni hayot maktabingizga aylansin. O'g'il bolalar o'g'il bola bo'lib jamiyatda o'zingizni o'rningizni ushlang. O'g'il boladan nima kutiladi? Jamiyatning eng og'ir yukini yelkasiga oladigan erkak mardlar tarbiya qilinadi. O'g'il boladan shunaqa tarbiya chiqadi. Qizlardan hayo, iffat, nazokat, latofat, oilaning tarbiya beshigi butun dunyoni tarbiya qiladigan shaxs kutiladi. Teng huquqlilik to'g'risida gap ketadi. Huquqlar teng. O'g'il bola bilan qiz bolalarning huquqi teng. Masalan, maktabda biz qiz bolalarga alohida, o'g'il bolalarga alohida xitob qilmayapmiz, to'g'rimi? Hammaning huquqi teng. Lekin